Kofi deganda nimani tushunasizlar? Men hozir sizlarga Kofi, ya'ni Rader Maher haqida qisqacha ma'lumot beraman, chunki obunachilarimizdan bittasi Kofi haqida ma'lumot bering deb yozib qoldirdilar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xolasa foydali bo'ladi. Mana bu jonivor Rader Maher bo'ladi. Kofi bu kichkinasi menda. Ko'pchilik buni kattasini olib, mazasini qochirib, baylarini tashattirib, xullas eplasha olmayotgan ekan. Men sizlarga hozir qisqacha yordam beraman uni eplashingiz uchun. Kofi salqinda o'sadi, oftob tushmasa bo'ldi, lekin joy tanlamaydi. Men o'zim shaxsan do'konda konditsionerim yo'q edi Yunusobodda. Juda ham dim edi, lekin shunga qaramay men 2 mahal suv quyardim, bay tashamasdan zo'r turardi. Buni jazosi asosan suv bo'ladi o'rtoqlar. Bunga suv berib tursanglar, joni suv bilan bo'ladi. Hamma gullik ham shunaqa, lekin Kofi bularga nisbatan ko'proq suv ichadigan gul hisoblanadi. Yantarni beringlar ora-orada. Mana kali beringlar, zo'r fishka aytaman sizlarga. 2 ta tuxum olasizlar, chaqib turib, oqini, belokini o'zini ajratib 1,5 litrli suvga solasiz va kofiga ora-orada berib tursangiz, oqsili shunaqa yorib zo'r o'sadiki, o'rtoqlar, vay deb orasizlar. Agar bayni tashagan bo'lsa, bayni tashab bu kal bo'lib qolgan bo'lsa, unaqada sizlarga organika privikur bilan yordamga chiqadi o'rtoqlar. Mana shu kiloni aralashtirib quyib tursanglar, sayratib yuboradi xolasa. Endi hammasi Allohdan, biz sizlarga taxminiy maslahatimizni beramiz, praktikamizda o'tgan. Foydali bo'lgan bo'lsa, like, komment esdan chiqmasin, obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi zo'r videolar hali oldinda.